Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Bugun yana bir ishimizni yakunladik. Akfa alyumin dubmoko degan shokolad svetimizdagi akfamizni olib kelib o'rnatib berdik. Oynasi bir qavat yo'qdagi bo'lgan. Bu ishimizni Andijon Xo'jobod tumaniga olib kelib berdik. 4 bo'lak veranda, uzunligi 11 metr, bo'yi 2,10 bo'lgan. Ikkita eshik ochilish qilib berganmiz. Ikki chekkadan bittadan rom ochilish, bittadan portchkalari bilan patagonilari bilan qilib bergan, podval eshiklari bilan qilib berdik. Ikki ochakadagi romlarimizni 5 ko'z qilib, o'rtadan bitta ochilish, chekkadan bitta portchka qilib berdik. Ustullarini ablisopga to'lgan ekan, tagini pastigacha o'rab berdik ustullarini. Chekkasini ham qalamdan qilib berdik. Ikkita ikki xonali eshik qo'yib berganmiz. Akfani o'zini firmaning ruchkalaridan olib kelib, damo ruchkalaridan qo'yib berdik. Bo'lmasa ochilishlari chiroyli chiqdi. Ichkarisi devori qalinroq ekan, 40 lik patagonlik qo'yib berganmiz. Patagonlarni 40 lik qilib berdik. Ustullarning yoniga ham chiroyli tushdi mana. Penalab. Birdan portchkalarga mexanizm qo'yib berganmiz. Xohlagan joy ochilaveradi. Xonasini ikkiga bo'lgan ekan. Bu xonaga alohida kirish bo'ldi. Mali xonasiga alohida kirish bo'ldi. Taglarini ponni patagonida. Alkofonni taglarini o'rab tagacha. Yopilishlari ham chiroyli chiqdi. Bu xonani ham 40 lik patagonga qo'yib, bitta rom ochilish, bitta portchka qo'yib berganmiz. Hammasi Akfani originaliga bo'ldi, bo'lmasa. Ichki rezinkalari ham Akfani o'ziniki bo'lgan. Oshiq-moshiqlari ham Akfaniki bo'lgan, bo'lmasa. Qorong'ida uncha ko'rinmayapti. Taglarni ablisopga urib qo'ygan ekan, chiroyli qilib. Chiroyli chiqdi. Bu ishimiz kvadratini 600 mingdan olib kelib o'rnatib berdik, 40 lik patagonlari bilan. Shu 16 millionga olib kelib o'rnatib berganmiz. Uning ichida podvalimiz eshigi bor. Podvalimiz eshigi gulli oyna qo'yib, alkofon qilib berganmiz. Pastini quriladigan zamonlari bilan. Shuncha xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasan. Nomerlarimiz 99 lik 909 95 91. Telegram, WhatsApp hammasi ishlayapti. Rahmat, sog' bo'linglar.